Assalomu alaykum hammaga. Menda hozir yana bitta shogirdim ishda o'rganib, уже chizishyapti. Hozir o'zidan so'rab ko'ramiz. Qiynalyaptimi yo'qmi? Hayajon bormi yo'qmi? Qalay, hayajon bormi yo'qmi? Bor, hayajon. Ancha narsani o'rgandingizmi menga kelib? Ancha narsa o'rgandim. Lekin batga o'tirganda boshqacha bo'lar ekan. Hayajonlashar ekanmiz. Men chizayotgan paytimda ko'rinishida osonga o'xshaydi. Osonga o'xshab turardi. Aha. Birpas o'rganib olaman deb o'yladim. Yo'q. Kutganimdan ham qiyin ekan. Nimachi, masalan, uyga men ustozdaqa juda qiynayapman, uyga sizga vazifalar berib, Yo'q, yaxshisiz, baribir tushungansiz. Siz tanlagandan afsus topasizman. Rahmat. Lekin boshlanish uchun juda ham chiroyli ish qilyapsiz. Siz agar rost shok qilayotgan bo'lsangiz, eplolmayotgan bo'lsangiz, men aytmoqchimanki, tatuajchilarda ham malakasini oshirishga tayyorman. Bu qizimizni 0 dan boshlab oxirigacha o'rgatib beryapman. Xudo xohlasa zo'r mayster bo'ladilar.